Ikkinchi test tahlilini boshlaymiz. Bilasizlar, shu video o'zi 2-3 minutlik video. Shunga bir 10, 15, 20 minut vaqt ketib qoldi. Video olish ham qiyin ekan. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Davom etamiz. Ikkinchi test, 102-topik imtihonini, ya'ni ikkinchi savol o'qish qismi bilamiz. Bunda ham qarayman variantga, ya'ni dangasalarni topish yo'lini o'rgataman. Mana bu yerda bizda kal so'zimiz bor. Chom-chom, asta-sekin degani. Agar shu so'z tursa, bilinglarki, bundan keyin katta ehtimol bilan a, o jida yoki a, o kada grammatikasi keladi. Ya'ni haydamasa chom-chom asta-sekin so'zini ko'rsanglar, undan keyingi qismga mana shu ikkita narsani qidirasizlar. Biz variantlarni qaraymiz. Mana he kanda, ya'ni avo kanda kada hisoblanadi. Buni to'g'ri javob shu, mana o'zi turibdi. Ikkinchi variantda bizda pyonan chokhetta. Ikkinchi bu 3 ekan, 2 bu yoqda ekan. Ponhetta, leil ponhetta turibdi va oxirgisida myon tveda turibdi. Men aytganimdek, dangasi topish deydi-yu, zo'r. Chom-chom so'zini ko'rdinglarmi? Bundan keyin ikkita so'zimiz, ya'ni grammatika foydalaniladi. Avokado, avojida grammatikalari kelishi 100%. Ya'ni bilib olinglar. Chom-chom so'zini ko'rdinglarmi? Bo'ldi. Hech ikkilanmasdan variantlardan avojida, avokadoni qidirasizlar. Bo'ldi, shuni o'zi qiyin emas. Dangasa topish, dangasalarni bizga jo'nataverasizlar. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham zo'rlarini davom ettiramiz. Bu ikkinchi video edi. Har bitta tahlilni shunaqa o'rganib chiqamiz. Har bitta tahlilni shunaqa ko'rib, asal joylarini olib qo'ysanglar, ertaga non botirib asosiy testda yeb olasizlar. Foydasi tegayotgan bo'lsa xursandmiz. Qo'llab-quvvatlab, izohlarni yozib qoldiringlar. Like, dislike, yoqsa like, yoqmasa nimadir kamchilik bo'lsa dislike qo'ysanglar, biz xafa bo'lmaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.